Assalomu alaykum. Aziz o'quvchilar, biz bugun mana 7-sinf matematika BSB savollarini ko'rib chiqamiz. Bu BSB 3-chorakning birinchi BSBsiga to'g'ri keladi. Qanunda boshladik. Birinchi savolda aytilishicha, rasmdagi parallel to'g'ri chiziqlarni aniqlang va u nega parallel ekanligini isbotlang. Bu savolimizda biz qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng ekanligini bilgan holda 48ni 180 gradusdan ayirib tashlaymiz. Teng bo'ladi 132 gradus. Bu yerimiz 132 gradus va qarama-qarshi burchaklar 48 gradus. 48 gradus. Bu yerni qarama-qarshisi esa 132 gradus. Keyingisi 128 ning qarama-qarshisi ham 128 gradusga teng. Bu 8 va 180 gradusdan 128 ni ayirsak 52 gradus. Keyingisi 142 gradusdan qarama-qarshisi ham 142 gradus. Va qo'shni burchaklardan ayirib tashlasak 38 gradus. 48 gradusdan qarshisi ham 48 gradus. Buning qo'shni burchagi 132 gradus. Chunki 180 gradusdan 48 gradusni ayirsak 132. 180 gradusdan 52 gradusni ayirsak 128 gradus. Qarama-qarshisi ham 128. Bayt ham 52 gradus. Shuni bilgan holda A chiziq bilan D chiziq parallel bo'ladi. Chunki qarama-qarshi burchaklari ham 48 gradusdan va bu qarama-qarshi burchaklar ham 132 gradusdan. A D ga parallel va B E ga parallel. Chunki bular ham bir xil to'g'ri kelyapti. Xuddi shunday qilib yetsangiz BSBda 4 ball beradi. Ikkinchi savolimizga o'tamiz. Endi mana ikkinchi savolimizni ko'rib chiqamiz. Chizmada berilgan ma'lumotlardan foydalanib A qiymatini toping. D1 va D2 bir-biriga parallel ekan. Bu savol ham 4 balli. D1 ni uzun qilib davom ettiramiz. 110 gradusli burchakni ham uzun qilib davom ettirib olamiz. 180 gradusdan 100 gradusni ayirsak, bu yer 80 gradusga to'g'ri keladi. 180 gradusdan 110 gradusni ayirsak, bu yer 70 gradusga to'g'ri keladi. Endi 180 dan 70 va 80 ni ayirsak esa, bu yer 30 gradusga to'g'ri keladi. Bu yer ham va 30 gradusga to'g'ri keladi. 180 gradusdan 30 gradusni ayirsak, bu yer 150 gradus. Endi bu qarama-qarshi burchaklar 150 gradus bo'ladi va bu yer ham to'g'ri kelganligi uchun davom ettirib 150 gradusga to'g'ri keladi. Chunki bu ikkalasi parallel, bu chiziq bir tekis. Bu yer ham 150. 180 dan 150 ni ayirsak, bu yer 30 gradus. 180 dan 40 gradusni ayirsak esa, bu yer 140 gradus. 140. Endi 180 dan ayiramiz. 140 ayiru 30 teng bo'ladi 10 gradus. Bu yerimiz esa 10 gradus. Demak, A burchak teng bo'ladi 10 gradusga. Xuddi shunday qilib yetsangiz 4 balldan 4 ball olib chiqasiz. Endi 3-savolga o'tamiz. Endi 3-savolga o'tamiz. 3-savol quyidagicha. Rasmda tasvirlangan shakl uchun quyidagilar ma'lum.
Berilgan ma'lumotlardan foydalanib A, B, C burchakning qiymatini toping. Bu savol ham 4 ballik ekan. Buning uchun biz oldin bu shaklni shunday bu yerga olib olamiz va men sizlarga chiroyli qilib tushuntirib beraman. Mana DAB burchagimiz teng ekan DAB burchak 50 gradus. Bu yer 50 gradus ekan va 180 dan 90 va 50 ni ayirsak, bu yer 40 gradus. Endi bu yer ham 90 gradus ekan. Bu yerimiz esa BSF 30 gradusga teng ekan. 180 dan 90 minus 30 ni ayirsak 60 gradus. 180 dan endi 60 gradus va 40 gradusni ayirsak, bu yerimiz esa 80 gradus. Javobimiz esa 80 gradus. Xuddi shunday qilib yetsangiz, siz ham to'g'ri qilasiz va bu savol ham 4 ballni beradi. Mana o'quvchilar, 4-savolga ham yetib kelib oldik. 4-savolda aytilishicha, rasmda tasvirlangan uchburchak uchun quyidagilar ma'lum. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib DC kesma uzunligini toping. Bizda ABD 60 gradus berilibdi. Bu yer 60 gradus. Bu yer esa 90 gradus. 180 dan 90 dersek 90 gradus bo'ladi. Endi 180 dan 90 dersek 90, 90 dan 60 dersek bu yer 30 gradus bo'ladi. 90 gradus bo'lgani uchun bu yer 60 gradus bo'ladi. Endi katta uchburchakka qarasak, bu yer 60, bu yer 90. Shuning uchun bayt 30 gradus bo'ladi. Endi bizga butun bu tarafni berib qo'ygan 24 santimetr. Bizda shunday matematikada qoida bor. 30 gradusli qarshidagi tomon gipotenuzaning yarmiga teng. Bu tomonda x desak, x tomonda topish uchun x teng bo'ladi 24 taqsim 2 ga. X teng bo'ladi 12. Endi x sonini o'chiramizsa 12 deb yozib qo'yamiz. 12. Endi bu yerga qarasak, bu yer ham kichkina bir uchburchak bo'lib qolibdi. Bu 12, buning kichkina uchburchakning gipotenuzasiga to'g'ri keladi. Endi 30 gradusli qarshidagi tomon, ya'ni bu tomon, mana bu tomon x tomon gipotenuzaning yarmiga teng. Yana 12 ni bo'lamiz 2 ga teng bo'ladi 6. X ni o'chirib yuboramiz. X ni 6 ga teng. Endi BC tomon 24 bo'lsa 24 minus 6 teng 18. 18 DC tomon. DC tomon teng 18 ga. Javobimiz shu. Bu savol ham 4 ball beradi. Jami BSBimiz o'zi 20 balli ekan. Bu savolning bitta misol qoldi. Shuni ham yechib qo'ysak, biz 20 ball olib chiqamiz. Mana 5-savolimizga ham kelib oldik. 5-savolimizda aytilishicha, rasmda tasvirlangan to'rtburchakdagi AB, BC, CD, AD va
BD kesmalarini o'sib borish tartibida joylashtiring. Biz bunda birinchi hamma burchakni topib olishimiz kerak. Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng. Shuning uchun biz 180 dan ayiramiz 58, ayiramiz 72 teng bo'ladi 50 gradus. Bu yerimiz 50 gradus, 50. Endi yana 180 dan ayiramiz 51 ayru 69. Bu 9 teng bo'ladi 60 gradus. Bu yerimiz esa 60 gradus. Endi bularni o'chirib yuborib, bu yerda endi ikkita uchburchak bor. Birinchi katta uchburchakdan aniqlab olamiz. Bu uchburchak ozgina kattaroq. Endi bu uchburchakning ichida 69 eng katta gradus bo'lganligi uchun 69 ni qarshisi D tomon. D eng kattasi. D dan kichikroq esa 60 gradus E tomon. Bundan ham kichikrog'i S tomon. Bundan kichikrog'i endi ikkinchi uchburchakka o'tamiz. 58 gradus A tomon. Undan kichigi esa eng kichigi B tomon. Xuddi shunday qilib chiqsangiz, siz ham 20 balldan 20 ball olasiz. Obuna bo'lish, like bosish esdan chiqmasin.